Assalomu alaykum. Jobirxon o'z kanalining ashaddiy obunachilari. Aziz obunachilar, bugun Xudo xolis Namangan viloyati Namangan tumani o'sha mashhur Optimchilar qishlog'i, Tepaqo'rg'on qishlog'ida turibmiz aziz obunachilarim. Bugun Rustamjon akamiz qo'rasiga kelganmiz. Assalomu alaykum Rustamjon aka. Alaykum assalom. Jobirxon keling. Tuzimisiz? Charchamay turibsizmi? Xirmonlarga baraka bersin Alloh. Bugunga nechta son Rustam aka? 42 ta. Bo'lmasa bir chiroyli qilib obunachilarimizga qo'rada bo'lsa ham qo'ylarni bir ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Xudo xolasa bularning ma'lumotlarini berib o'tamiz sekin. 24 ta sariq, 18 ta qorasidan kelgan a. Xudo xolasa mondaqalar. Buning ichida shishagi bormi, yo'qmi Rustam aka? Shishagi yo'q, shishaq qatoridan o'tib ketganlar. Shishaq, mo'g'ular shishaq qatoridan o'tganlari bor ekan haqiqatan. Niyat qilganlarga taklif. Zo'raga mash ko'p qo'chqor ham zo'raga o'zi. Eti ham yaxshi ekan o'sha qo'chqorda. Badani ham zo'raga. Quloqlari ham butun yaxshi ekan, xudo xolasa. Hechchaligisi bor ekan, o'xshib mana qilmaydi. Ha, u nuqsonga o'tmaydi. Xudo xolasa bularning yosh o'yliklar qanaqa? Xil ekan partiyasi bayda Rustam aka? Partiya 21 tenga teng. Ha, katta kichik ikki partiya bor ekan a. Bu yosh oyligini Jobirxon tepasida bo'lmaganmiz cho'ponni gaplashamiz. Xo'p. Maydasi 6 oylik, kattasi 12 oylik. Kattasi 11-12 oylik atrofida siz ham bo'lmagansiz, bilmaysiz baribir. O'sha cho'ponda aytgan gap. Rustam aka, bularning endi narx qanaqa bo'ladi? Bir savdo bo'ladimi, dona bo'yin bo'ladimi, nima bo'ladi? Buni bir savdoga kamdan kam bo'lsa kerak hammasini tortib qo'yganing 21 tadan ikki partiyada. Ha, bo'lsa shunaqa qilaylik. Ko'k partiyasini kimdir olsa, mana ko'k. Ha, ko'k kurash mana, ko'k kurash keladi hammasini. Kimdir olsa, buni hammasini bir joyga olsa 3 million 800 dan ketaveradi. Optimga 21 ta ko'k kurashga mana aziz obunachilar, shu e'tiborga olinglar, yana aralashib qolmasin mana ko'k kurashga 21 tasi. Ha? Mana shu 21 ta. Buni kimdir olsa 38 dan hammasi ketaveradi. Xo'p. Kraskasi yo'qlar. Kraskasi yo'q mana monolarda aytyapsiz, mana buni ko'k qora qo'chqor, mana sariq, mana yiriklarda aytyapsiz, ha mana. Bular 4 million 900 dan ketaveradi. 4 million 900. Bular bo'ylarini o'lchadingizmi Rustam aka? Bo'ylarini o'lchamadim-u, mabodo telefon qilsa Jobirxon kanalidan men YouTube'dan ko'rib telefon qilyapman desa, misol 501 29 20 ga telefon qilsa, men aniq ma'lumot beraman. Chiroyli qilib ma'lumotni berib o'tib, tushuntirib o'tasiz, lokatsiyalarni tashlab beraverasiz. Lokatsiyalarni tashlab beraman. Xo'p, onlayn savdolar ham bor. Onlayn savdo ham bor. Endi uyda o'tirib masalan hoji buvalar, hoji onalar uyda turib, "O'g'lim men bora olmayman sovuq kunida" deysa, ichida masalan 21 taligingda aniq ma'lumotini ayt desa, qo'yni o'lchash deydimi, taroziga qo'yib ber deydimi. To'g'ri. Hamma yo'nalishini qilib beradi. Taroziga ham qo'yib beraverasiz, ha? Taroziga ham qo'yib, aniqlik kiritish uchun. Ha. Uyga borgandan keyin ko'ngilli g'ijil bo'lmasligi uchun To'g'ri. qo'yib beraman. Qo'ylar hammasi shala haligi nima deydi? Aziz obunachilar, mana o'sha hali 21 ta bu kattasidan, mana bu kattasidan monolar ham bor ekan o'sha 21 taligining ichida. Mono bitta ham. Mana shu bitta katta qo'y ham bor ekan, mana mono qoralar. Bular ham kichkina qo'ymas ekan aslida. Hozir kraskasi borlar ham yiriklari serob ekan azoblar 3 million 800 dan arzon bo'ldi mana shu 21 ta kichiklari deyilyapti, lekin kichik emas. Hozirgi kunga obunachilarimiz bor yangilik. nima yangilik bor Rustam aka? Novvos bo'lganda novvos boqardim deganlar. Hozir bo'lmasa shaqqa o'taman, bir chiroyli qilib ko'rsatib o'tasiz novvoslarni, Rustam aka. Aziz obunachilar, aloqachi qo'rishlar, xudo xolsa 4 million 900 dan deyaptilar, yana yengillashtirib beradilar-da, inshaalloh telefon qilsalaring, xudo xolsa aloqachilar yengillashtirib beradilar, unaligisi bo'lmaydi. Xudo xolsa biz hozir novvoslar bor ekan, uni ham chiroyli qilib ko'rsatib o'tamiz. Endi bu Rustam aka ham bitta qo'y bilan shug'ullanmaydilar. To'g'risini aytsak, dehqonchilikqa ham mutaxassis odamda, aslida aytganda, chiqmay turib dehqonchilikni boshlagan odam molni ham yaxshi boqadi Rustam aka. O'zi aslida mol boqardingiz-a Rustam aka? Oldin. Nechta bayda novvos mana? Bayda o'pshi. Kichkina novvoschalar. Maydasi 5 ta. Maydasi 5 ta ekan. Bularda navbatda mol boqaman deb qiziqqanlarga ma'lumotni berib o'ting. Mana shu novvoslarni. Baxsh kerakda Jobirxon. Xo'p. Mashnaqa buzoqlarni olib baxsh taklif qilaman. Bular rossiyskimi, qirg'izmi, qanaqa parodasi? Bular Qirg'izistonda. Qirg'izstonniki, siz-a? Faqat qirg'iz boqasiz o'zi ilgaridan. Qo'limda 80 million pulim bor. Hozir gapirib o'ting mana obunachilarimizga. Ularni obunachilaringizga men mashnaqa buzoqlarni olib baxshini taklif qilaman.